kompyuterimizni birinchi mana etat kompyuterni mabodo o'chib ketgan holatda qanday chiqarishimiz mumkin savoliga javob. Mana bu etat kompyuter nahosdan klaviaturada joylaydi, mana o'chirib yubordik. Mana ekranda etat kompyuter dasturim yo'q. O'sha narsani qanday chiqaraman? Birinchi navbatda Windows operating sistemani sozlamalar oynasiga kirishimiz kerak, mana parametr yoki klaviaturada Windows I tugmasi. Mana sozlamalar oynasi ochildi. Bundan personalizatsiya, ya'ni tema qismidan bundan tema qismiga o'taman. Temadan parametr значка рабочий стол mana. Parametr значка рабочий стол. Рабочий стоldagi значокlarda mana kompyuterga galishkasini qo'yaman-da, OK tugmasini bosaman. Buni bitta zakrit qilaman-da, рабочий stolimni ekranimga qarayman. Рабочий stolim topilmasa, bor chiqdi o'zi mana. Endi ko'zimiz ilg'amay, tanimay qolsak, bitta mishkan o'ng tugmasini bosib, sortirovkadan tip elementi bo'yicha bitta saralab qo'ysak, mana tepadagi chiqaveradi. Birinchi o'sha kompyuter, keyin kartinka. Boyagi etat kompyuterga sozlamalariga kirgan vaqtimizda значоклariga e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat ko'p fayllar, biz internetga panelning upravleniya eng hozir chiqib turgani mana kompyuter bilan kartinka. Hozir men saralab ber, ekranimga saralab ber deb sortirovka tip elementi bo'yicha saralayapman. Saralashim boyagi joyda ikkita galishkasini o'zi birinchilardan qo'yib berdim. Shu etat kompyuteri kartina.